Bugun patsientimiz homilaning jinsini bilishga kelganlar. Navoiyda birinchi bo'lib shuni tashkil qildik. Ko'pchilikning iltimosiga binoan. Ikkita qizlari bor. Lecheniya olib yuradilar doim o'zimdan. Hozir xo'jayinim o'zi qilib berdilar Laziz Namozovich. Endi bu kishi syurprizni. O'zingiz nima kutyapsiz? Endi 4 muchasi sog' bo'lsa bo'ldi. Ikkita qizaloqlari bor ekan. Qani ochib ko'ramiz. Vita. Endi mana rangiga qarab baho bering buni. Ko'p bo'lsa doim nima bo'ladi? To'g'ri bo'ladi, tabriklayman sizni. Ikkita qizaloqdan keyin o'g'ilcha juda ham xursandmiz. Ilohim eson-omon qo'lingizga oling. Mana malchigingiz ko'p bo'lsa doim o'g'il bo'ladi. Tabriklaymiz, bu kishiga juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling jonim. Rahmat. Sizni mehnatlaringiz avvalambor. Mehnat qilganingiz uchun rahmat sizga. Jonim, salomat bo'ling.